Uyghur Akademiyasi, Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur Hareketi qatarlıq təşkilatlarının vəkilləri Türkiye parlamentida parlament a'zolarini ziyorat qildi. Egilinishcha, Uyghur Hareketining raisi Roshan Abbas, Uyghur Tadqiqot Markazining mudiri Abdulhakim Idris, Uyghur Akademiyasining raisi Rishad Abbas, Uyghur Akademiyasining bosh kotibi Abdulhamid Qarxan ve Dünya Uyghur Qurultayı vəkillaridan tashkil topgan bir hay'at tunugun Türkiye Büyük Millet Meclisida AK Partiya ve İYİ Partiyasining parlament a'zolarini ziyorat qilgan. Ziyaret jarayonida Uyghur irqiy qirg'inchiligi haqida ma'lumot berilish bilan birga parlament a'zolari bilan bu vaqtda besishga tegishli qadamlar muzokara qilingan. 12-iyul kuni Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti Xitoy Kompartiyasining e'tiqodchanligi bo'lgan tahdidi dinlararo munozara nomli guvohlik anglash yig'ini o'tkazdi. Mazkur yig'inga Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komitetining raisi Mike Gallagher apandi riyosatchilik qilgan bo'lib, u ichilish nutqida mundaq dedi: Xitoy Kompartiyasi Xinjiangda irqiy qirg'inchilik yurgizyotidi. Ular jinoyatlarning ichidagi eng og'ir jinoyatni o'tkazyotidi. Ular yana Uyg'ur va boshqa etnik guruhlarni nishon qilgan asli xarakterlik madaniyat qirg'inchiligiga olib beryotidi. Xinjiang, Shanxay, Beijing qatorliq joylarda dinga qarshi urush olib berayotgan Xitoy rahbarlarining bu urushda mag'lub bo'lishi muqarrar. Chunki ular e'tiqodliq va ruhiy erkin insonlar bilan urushyotidi. 7-yilning 12 kuni NATO'nun yetakchiligida Litvaniyada o'tkazilgan davlat boshliqlari yig'inida Xitoyga qarshi kuchli bayonot e'lon qilingan bo'lib, Xitoyning qattiq g'azabini qo'zg'agan. Egilinishcha, yig'inga NATOga a'zo davlatlardan boshqa yana Osiyo Tinch okean rayonidagi ittifoqdosh davlatlar taklif qilingan bo'lib, ular Hind Tinch okean rayoni xavfsizligini qo'g'dash sepiga qaytarilganligini bildirgan. Yig'inda e'lon qilingan birlashma bayonot amaliyotda Xitoy tahdidiga qarshi berilgan bayonot ekan. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoy Xalq Cumhuriyeti siyosiy, iqtisodiy va harbiy vositalarni qo'llanib dunyoga kengaymichilik qilmoqda. Yana kelib ularning bu strategiyasi, g'arazi va harbiy qurilishi mutlaq maxfiy. Ular yana yomon g'arazlik tor hujumi qo'zg'ab, qarshi fikrdagilarni bostirib, saxtuchlarni tarqitib, ittifoqdoshlarimizning xavfsizligiga ziyon solmoqda. Bu yil iyunda Xitoy eksporti bulturga o'xshash mezgildagi selishtirganda 13,4% tuvanlagan. Bu Xitoy virusi yuqumi boshlangandan buyon eng chong tushish ekan. Dunyodagi davriylik to'xtab qolish va o'zining davlat ichi bozoridagi ehtiyojning tuvanlishi o'tgan oylarda Xitoy iqtisodining o'sish sur'atini ostilatgan. 2022-yildagi iqtisodning o'sish nishonini o'rinda olmagan Beijing doiralari 2023-yil uchun o'sish nishonini 5% qilib belgilagan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Chingangning Indoneziyada o'tkazilgan Sharq-Janubiy Osiyo ellar ittifoqi yig'iniga qatnasholmaydiganligining e'lon qilinishi diqqat qo'zg'adi. Egilinishcha, Jakartada o'tkazilmoqchi bo'lgan Sharq-Janubiy Osiyo ellar ittifoqi yig'inida Xitoy Kompartiyasi Markaziy tashqi munosabatlar komiteti ishxonasining mudiri, sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yining Xitoyga vakillik qilganligi e'lon qilingan. Navbatdagi Xitoy tashqi ishlar ministri Chingangning 25-iyun Beijingda Sri Lanka, Rossiya va Vyetnam amaldorlari bilan ko'rishgandan keyin o'rinlashtirilgan axborot e'lon qilishdan keyin qayta ko'rilmasligi uning nima ekanligi haqida xilma-xil savol paydo qilgan. Turkiya taratqullarining xabar qilishicha, Turkiya tashqi iqtisod munosabatlari kengashi, Turk sanoatchilar va savdogarlar jamiyati va Xitoy xalqaro savdoni qo'llash kengashi qatorliqlarning hamkorlashishida o'tkazilgan Turkiya-Xitoy savdo yig'inida ikki tarafning savdo dunyosining oldingi qatordagi shirkatlari raqamlik o'zgartirish va kelgusini loyihalash shuari bilan Istanbulga yig'ilgan. Yig'inda aqliy iqtidorli shahar, qayta hosil bo'ladigan texnika, raqamlik mulozimat, sun'iy idrok va behcha qatorliq sohalarda ikki taraf o'rtasida zo'r fursatlarning borligi o'ttirib qo'yilgan. Amerika prezidenti Joe Biden Turkiyaning Shvetsiyaning Shimol Atlantik ahdi tashkilotiga qatnashishini davomli qo'llaydiganligiga va Amerikaning Turkiyaga F-16 urush aeroplanini setib beradiganligiga ishonganligini aytdi.